بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسر ولا تعسر تمم بالخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ekran o'ladim ko'rinyaptimi sizlarga ham? Ha, ko'rinyapti. Xo'p, demak oxirgi marta sizlar bilan qaysi mavzuni o'tgandik? يا زكية يا خالصان ما درسنا في درسنا الماضي؟ ما درسنا Men o'shani darslarni bitirdim. Xo'p, qaytib ko'rmadingizmi? Keyin ko'rdim. Xo'p. Demak, birinchi xolisdan sizdan boshlaymiz unda. O'tgan dars bor dedingiz. Ekran yo'q qoldi. Uzildimi? Ha, Xo'sh. Endi-chi? ha, Ulandimi? bo'lgan. Xo'p. Xolis ha? Ayna anti? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كيف أنت؟ بخير والحمد لله، وأنت؟ أحسنت أنا جيد أحسنت خاب إذن هل أنت مستعدة؟ نعم. ما درسنا في درسنا الماضي من الصرف؟ ما كانت الموضوع الآخر آخر موضوعimiz nima bo'ladi? Oxirgi mavzumiz anaqalarni pullik almashlarini o'tgandik. نعم المشلر بالعربية كيف يكون؟ كيف يسمى؟ الضمير. ضمير الضمائر. نعم ضمائر جمعه ومفرده يكون ضمير والضمير ينقسم إلى قسمين نعم ikiga bo'linadi degandek كيف؟ مذكر ومؤنث. لا الضمير ينقسم إلى قسمين ضمير o'zi alohida keluvchi va qo'shilib keluvchi. نعم كيف يسمى بالعربية؟ كيف؟ kishilik olmoshi ضمير المنفصل نعم ضمير المنفصل ضمير المتصل. نعم ها إذا manga domirul munfasillarni sanab bering. G'oyibdan boshlab. Domirul munfasil. Misol bilan aytib beraymi? Yo'q. Shu kishilik olmoshini shuni sanab bering bo'ldi. G'oyib, muxotob, mutakallim qilib. Huwa. Huwa. Hiya. Huvadan keyin ikkilik keladi bizda. Huwa, huma, hum. Keyin hunna. Yo'q. Muannas birlikda ayting oldin. Hiya. Hiya. Unda ham bor huma. Hunna. Na'am, muxotob ko'rding. Keyin anta. Anta, antuma, antum. Keyin anti. Hop. Unda ham bormidi? Bor edi antuma. Antunna, ana, nahnu. Ahsant, sahih. Hop. Demak, bizda domirul muttasil nimalarga qo'shilar ekan? Domirul muttasil fe'llarga qo'shiladi. Hop.
Fe'lga yana nimaga qo'shilishi mumkin? Ismlarga ham qo'shiladi. Yana Fe'llarga, ismlarga, harfga ham qo'shiladi. Faqat biz ha, o'tgan safar harflarga ham. harfga kelganda to'xtaganmiz. Uni bugun o'tib beraman va yangi mavzuni o'tib ketamiz. Xo'p, demak, hozir siz menga fe'lga qo'shilgan holat haqida gapirib bering. Fe'ldan keyin domirul muttasil kelsa, tarjimasi nima bo'lar ekan? Fe'ldan keyin domirul muttasil kelsa, Masalan, ra'aytuhu desam, tarjimasi nima bo'ladi? Rafda tarjima qilinadimi u domir yoki nasbda yoki jarda? Qaysi birida? ro'aytuhu bo'lsa, uni Hmm. ro'ay ha, uni ko'rdim. Na'am. Shundan qaysi holatda tarjima qilinyapti domir muttasil? Uni bo'lsa, Hmm. Nima so'roq berasiz? Uni ko'rdim desa. Kimni ko'rding bo'ladi? Na'am, kimni ko'rdim? Na'am. ha, Hop, kimni? yoki kitobni oldim desam nima savol berasiz? Nimani olding? Nimani? Na'am. Demak, domirul muttasil fe'ldan keyin kelsa, ya'ni fe'lga qo'shilsa, tarjimada u nasbga o'tib qoladi. Ya'ni ni qo'shimchasi qo'shiladi va tarkibda to'ldiruvchi bo'lib qoladi u. Kimni, nimani so'rog'iga javob bo'ladi. Sani ko'rdim, uni ko'rdim, u ikkisini ko'rdim, ularni ko'rdim deganda siz savol berasiz. Kimni? Xo'p, demak, bitta tuslab beringchi shunga ham, domirul muttasilga. Ra'aytuhuni tuslab bering. Ro'aytuhu, ro'aytuhum, Ikkilik ko'rding. ro'aytuhuma, Ra'aytuhu, ra'aytuhuma, ra'aytuhum. Xo'p, endi ro'aytuhuma, ro'aytuhum, ro'ay endi muannasga o'ting. hiyada. Ra'aytuha, Na'am. Ro'aytuha, ro'aytuhuma, ro'aytuhum, yo'q. Ra'aytu nima bo'ladi? Ro'aytuhunna, ro'aytuhunna, ro'aytuka, Na'am. ro'aytukuma, ro'aytukum, kum, ro'aytukum, ro'aytuki, ro'aytukuma, ro'aytukunna, ro'aytu, Ra'aytu bilan bermaysanda, u ko'rdi. Ra'ani. Nimani ko'rdi u? ha, ro'ani, Bizni ko'rdi nima bo'ladi? ra'ana, ro'ana. Ra'ana, na'am. Endi men sizga o'zbekcha aytaman, siz uni o'girasiz. Xo'p, siz ikkingizni ko'rdim muannasga nisbatan. Siz ikkingizni ko'rdim. Ro'aytukuma, Ularni ko'rdim erkak jamoasiga, muzakkarga. ro'aytuhuma, Ularni. Muzakkar jam. Kayfa yakun? ra'aytuhum bo'ladi. Ra'aytuhum. Na'am. Yakunu ro'aytuhum. Na'am. Sizlarni ko'rdim erkaklar jamoasiga. Erkaklar jamoasiga
Ra'aytuhum. Sizlarni. Laysa Aha, ularni. sizlarni. Mhm. Ra'aytukum. Ra'aytukum. Na'am. Xo'p. Uni ko'rdim muannasga nisbatan. Muannasga nisbatan Mhm. ra'aytuha. Ra'aytuha. Na'am. Xo'p. Talaba qizlarni sinfda ko'rdim. Talaba qizlarni sinfda ko'rdim. Mhm. Qizlar jamoasiga nisbatan nima deysiz? Ko'plikda? Muannas jamda? Ra'aytukunna. Sizlarni emas, ularni. Ha, Mhm. Ra'aytu. ra'aytuhunna. Na'am. Qayerda? Sinfda ko'rdim. Fil g'urfati. G'urfa hada xona degani. fi soffi. في الصف أو في الفصل ikkalasi ham sinf degani. Ha, barakalloh fik, ahsant. Jazakalloh khayran. Idan, ya Zakiya. Shukron. Afwan. Ya Zakiya, نعم. your turn. Sizni navbatingiz. Ha, الضمير المنفصل birinchi sana bering-chi. Keyin muttasilga o'tamiz. Hayya. هيا. الضمير المنفصل بالأوزبكية كيف يكون؟ كيف المترجم؟ نعم. إذن ابدأي بالغائب. غايبتن boshlab saning. غائب مخاطب متكلم. تمام. yo'q, kishilik olmoshlarini sanab bering. هو، هما، هم وهكذا. هل فهمتي؟ نعم. تفضلي. هو، هما، هم، هي، هما، هن. مخاطب. مخاطب. أنت بولادنا. تمام. أنت. أنت، أنتما، أنتم، أنتي، أنتما، أنتن. متكلم. 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 يوجد فيها صيغتان خلص، يعني أنا وكيف؟ أنا ونحن. تمام. Xo'p, endi sizga savol. Huva sonda, jinsda aytib bering. Kimlar uchun ishlatamiz huvani? Faqat arabchalab ayting, o'zbekchalab emas. Huva lil muzakkar, lil g'oyib va lil mufrad. Tushundingiz-a? Kelish shaxsini aytasiz, ya'ni nechinchi shaxsga nisbatan ishlatilinishi, sonini aytasiz va jinsini aytasiz. Men sizga olmoshni aytaman. Anti. أنتي. Liman. مؤنث. Li muannas, ya'ni muannas uchun. Hop. للمؤنث. Hop. مخاطب. Lil muxotab, tamam. المخاطب. Va son qoldi bizda bitta. Songa sonini ayting. Nechilikka nisbatan ishlatilinadi u? Birlik, ikkilik, ilik, ko'plik. Anti. Anti. Anti deb ikkita qizga qarab aytamizmi? Ha, idan lil
Lil mutakallim bo'ladi. La, sonda birlik nima deyilardi Xolisxon? Sonda birlik. Mufrad. Tamam. Mufradat. Mufrad. Tamam, mufradni o'zi. Lil mufrad deysiz. Mufrad uchun bo'ldi. Xo'p. Huma. Liman. Kimlar uchun ishlatamiz humani? Tamam, birinchi jinsini ayting, sonini ayting va shaxsni ayting. Nechinchi shaxsga nisbatan aytiladi u? Huma muannasga, muzakkarga ham ishlaydi. Ha, demak, lil muannas va muzakkar aydon deb qo'yasiz bo'ldi. Sonini ayting va shaxsni ayting. Hop. Lil muxotab. Huma, laysa antuma. Lil g'oyib. Lil g'oyib, tamam. Va adadni ayting. Jam. Huma, laysa hum aw hunna. Ha, musanna. Lil musanna va jins bo'yicha nima derkanmiz? Lil muzakkar muannas va muzakkar. Tamam. Hop, endi Xolisxon, siz menga aniqini aytib bering. Antumani nima uchun ishlatamiz? Kimlar uchun ishlatamiz? Xolisxon. هل تسمعينني؟ أين أنت؟ نعم أسمع. أحسنت، إذن أجيبي. أنتما ندير اسم مستلزم؟ نعم، قلت هكذا. أنتما لمن؟ أنتما kim uchun ishlatiladi? Shaxsni ayting, jinsni ayting, adadini ayting. Faqat arabchalab. أنتما Hop. Qaysi shaxsga ishlatiladi? muzakkar. Faqat muzakkarga ishlatiladimi antuma? Muzakkarga ham, muannasga ham ishlatiladi. إذن للمؤنث والمذكر أيضا. مخاطب. للمخاطب، تمام. وصان بويتشاتي عدد من العدد. مثنى. للمثنى، أحسنت. نحن يا زكية أجيبي أنت. نحن لمن kimlar uchun ishlatamiz? نحن bizga. shaxsni ayting. Birinchi kim uchun ishlatiladi? Nahnu g'oyib uchunmi, muxotab uchunmi? Muxotab. Muxotobga ishlatamizmi nahnuni? G'oyibga ishlatamizmi? Biz deb gapirsak kim uchun ishlatyapmiz? Birinchi shaxs nima deyiladi arab tilida? Mutakallim. Tamam. Idan lil mutakallim. Xo'p, lil mutakallim. Jins bo'yicha-chi kimlar uchun ishlatamiz? Jins bo'yicha lil muannas va muzakkar. Tamam. Adad bo'yicha-chi? Jam bo'ladimi? Lil jam bo'ldi. Ko'plik uchun ishlatamiz. Ahsant. Xo'p, tushundinglar-a, demak nimaga ishlatishimizni? Xo'p, demak, menga endi Yazakiya
Menga domirul muttasilni ismga qo'shilgan variantini ayting. Faqat bu yerdagi misol emas, boshqa misol bilan ayting. Tarjimasi bilan ayting. Hayya. Xolisxon, siz ham boshqa so'z tayyorlab turing, aytasiz. Boshlaymiz. Kitobdan boshqa misol ayting. Daftaruhu. Hop. Hop. Sani. Daftaruhu. Daftaruhuma. Daftaruhu. Tarjimasi bilan ayting. Uning daftari. Hop. U ikkisining daftari. Hop. Ularning daftarlari. Tamam. O'ting muannasga. Daftaruha, daftaruhuma, daftaruhunna. Uning qalami muannasga, u ikkisining qalami Daftari. Ha. U ikkisining daftari muannasga, ularning daftarlari. Hop. Muxotobga o'ting. Daftaruka, daftarukuma, daftarukum. Sening daftaring muzakkarga, Hop. siznikingizni daftaringiz, sizlarning daftaringiz. Sahih. Muannas. Daftaruki, daftarukuma, daftarukunna. Tarjim. Sening daftaring muannasga, siznikingizning daftaringiz muannasga, sizlarning daftaringiz. Tamam. Sighatul mutakallim kayfa yakun? Daftarani bo'ladimi? La. Daftari. Daftari. Va daftaruna. Na'am. Ya'ni bizning daftarimiz. Ahsan, barakallohu fik, jazakallohu xayran. Barakallohu fi ilmik. Idan Xolisxon, siz ham bitta sana bering, faqat boshqa ism bilan. Sabburatun do'stga. Tamam. Sabburatuhu bo'ladi, shunaqami? Na'am. Sabburatuhu, sabburatuhuma, sabburatuhum. Tarjimi. Uning do'stkasi, u ikkisining do'stkasi, ularning do'stkalari. Na'am. Sighatul muannas. Sabburatuhuma, sabburatuha, sabburatuhuma, sabburatuhunna. Uning do'stkasi muannas, u ikkisining do'stkasi, ularning do'stkalari. Na'am, sahih. Lil mukhatab. Sabburatuka, sabburatuka, sabburatukuma, sabburatukum. Muzakkarga, uning do'stga, sening do'stkang, sening do'stkang, sen ikkingning do'stkang, sizlarning do'stkalaringiz. Sabburatuki, sabburatukuma, sabburatukunna. Sahih. Muannasga sizning do'stkangiz, siz ikkingizning do'stkalaringiz, sizlarning do'stkalaringiz. Sahih.
Mutakallim. Sabburoti Hmm. mening do'stim, Sabburotuni bizning do'stimiz. Mhm. Bizning universitetimiz. Do'stimiz. Tamam. Bizning universitetimiz Toshkentda. Deyinchi? Bizning universitetimiz Jamiatuna Hmm. fil Toshkent. Fi Toshkent. Davlat Fi nomlari, shahar Toshkent. nomlari alohida, ahsan. Ha, Hop. fi Toshkent. Uning mashinasi ko'chada deyildi. Muzakkarga nisbatan. Muzakkarga Hmm. sab mashina. Sayyaratuhu Hmm. ko'chada. Fi Nima deyilardi ko'cha? fi tariq. Tariq. Tariq yo'l degani. Ko'chada. Sh bilan boshlanardi. Fi shari'. Ishara. Na'am. Hop. Uyimiz katta. Uyimiz katta. Mhm. Baytuna Mhm. katta. Kabiro كبير. kabirun. لأن لأن اسم البيت كيف مذكر أو مؤنث؟ Ikkalasi ham. baytun muzakkar bo'ladi. Chunki u taun maftuha Ha, bilan tugayapti, tamarbuta bilan emas. ha. Ahsan, barakalloh. Ya Zakiya, sening ukang mehribon. Muzakkarga nisbatan. Hop. Sening ukang mehribon. Axuka bo'ladimi? Na'am, sahih. Axuka Axuka latifun. latifun, tamam. Sizlarning maktabingiz uzoq. Muannasga nisbatan. Muannas jamga nisbatan. Sizlarning uzoq. Sizlarning maktabingiz uzoq. Kayfa? Hayya, bisur'a. Maktabuhunna bo'ladimi? Maktabun bil uzbekiyya kayfa? Kim biladi maktabun nima degani? Madrasatuhunna. Madrasatu ularning emas, sizlarning. Ha, madrasatukun. Muannasga jam nisbatan. Muannas jam. Madrasatukunna. Hop, aytdingiz, endi uzoq deng. Sizlarning madrasangiz, maktabingiz uzoq. Tawilatun bo'ladimi? Tavila bu uzun, baland degani. Uzoq nima degani? Qaribun didduhu kayfa? Qaribun yaqin. Uzoq nima edi? Xolisxon, uzoq nima degani? Ba'id. Nam, ba'id. Hop, biz shuni shu holatida ishlata olamizmi? Madrasatu kunnaga. Zakiya, Yo'q. hop, mosling. Baidatu Qo'shing, tanvin holatda aytavering. baidatukunna bo'ladimi? Yo'q. Sifatga olmosh qo'shilmaydi. Sifatni shundaycha o'zini aytasiz. Faqat madrasatun muzakkarmi, muannasmi? Madrasatun muannas. Hop, sifatini muannasda berasiz, bo'ldi. Gapingizni to'g'ri qilib bitta jamlab aytib bering. Nima bo'ldi? Madrasatukunna. Hop. Baidatun.
Ba'idatun bo'ldi, tamam. Ya'ni sizlarni maktabinglar uzoq deyapsiz. Xo'p. Oyingning taomi shirin deb ayting. Muannas o'rtog'ingizga qarab. Oyingni ovqati shirin deb. Ummuki Izofada endi bu yerda almashmas. Men o'tgan darsda aralashtirdim. Taomni oldin izofa qiling. Taom plus oyi qo'shing. Kim ayta oladi shuni? Qani kim aytsa barakalloh deyman. Kim ayta oladi? Xolison, can you? Oyning ovqati shirin. Bir daqiqa vaqt. Hayya, tarjima qilinglar-chi. Kim Mu to'g'ri tarjima qildi? Ha, nima bo'ladi? at-ta'amu Xo'p. Daftaringlarga yozinglar-chi, kim to'g'ri yozar ekan. Noto'g'ri ketyapsizlar. Bir daqiqa vaqt. Izofa ketyapti bu yerda. Izofa zanjirini o'rgatganman sizlarga. Oyingning taomi shirin. Shirin arab tilida bilamiz nimaligini. Ladidun bo'ladi. Xo'p, qani kim to'g'ri tarjima qilar ekan? Hayya. ta'amu ummuki ladizun. Ahsant. Ta'amu ummuki ladidun. Oyingning bo'lgandan keyin endi mana bu ummiki qilasiz. Xo'p? Ummudagi dommani ham kasra qilasiz. Barakalloh. ChatGPTni aylanib kelmadingizmi ishqilib? Yo'q. Ahsant izan. Xo'p. Demak, shu yergacha hal mafhum? na'am إذن نكمل درسنا والآن سنتحدث الضمائر المتصلة تأتي بالحروف يعني ضمير المتصلlarni sizlar bilan ismga qo'shilgan variantini ko'rib chiqdik o'tgan dars va fe'lga qo'shilgan variantini ham ko'rib chiqdik va bugun sizlar bilan harfga qo'shiladigan almoshlar haqida gaplashamiz. U qanaqa bo'ladi? E'tibor beringlar, domirul muttasil ismga qo'shilganda hech qanaqa tarjima bermadi. Ya'ni jar holatda bo'ldi. Tarjimasi ning qo'shimchasini qo'shdik. Kitabuhu desak, tarjimada kimning kitobi? Uning kitobi. Demak, jar holatda tarjima qildik biz uni. Ning qo'shimchasini qo'shdik. Agar domirul muttasillarni fe'lga qo'shsak, tarjimada qaysi qo'shimchani qo'shdik? tarjimada Nini qo'shdik. Na. Endi qaranglar, domirul muttasillarni harflarga qo'shsak, endi tarjimada ning bilan ni bo'lmaydi. O'z holicha tarjima qilinadi. Masalan, qanaqa bo'ladi u? Min hu desak, min qo'shimchasi nima degani? Dan qo'shimchasi va mana bu uning degan olmoshni qo'shsak, endi uningdan deb tarjima qilmaymizda. Mana bu minni evaziga mana bu undan deb tarjima qilinadi. Va undan min hudan murod, mana bu hudan murod kim bo'ladi? Muzakkar mufrad bo'ladi. To'g'rimi? G'oyibda. Masalan, sa'altul kitaba min Muhammad deshim ham mumkin. Yoki-da sa'altul kitaba min hu desam ham bo'ladi. Ikkisini ma'nosi bir xil. Ya'ni, birinchi jumlada Muhammaddan kitobni so'radim, ikkinchi jumlada undan kitobni so'radim. Tushundik-a?
Bu nimaga Ha. kerak bo'ladi? Bitta gapda qayta bitta ismni ishlatmaslik uchun biz ham shunaqa deymiz, masalan, Fotimani ko'rdim, keyin u bilan gaplashdim deymiz. Ya'ni Fotimani ko'rdim, keyin Fotima bilan gaplashdim deb turib qayta bitta ismni foydalanmaymiz. O'sha biz olmoshlarga o'tib ketamiz. Undan, bizdan, ulardan deb turib, sendan deb turib olmosh bilan ishlatamiz. Xuddi shunaqa u ikkisidan oldim demoqchi bo'lsak, minhuma masalan akhastul hatif minhuma u ikkisidan oldim yoki yo'lni so'radim desam saltu tariq minhuma masalan yo'lda ikkita erkak turgan ekan, men yo'lni bilmadim va so'rayman va kelib aytdim, masalan sherigimga aytdim saltuhuma ulardan saltu minhuma u ikkisidan so'radim men, ya'ni ayna tariq ilal mustashfa nima deb so'rabman? Yo'lni so'radingiz. Ya'ni shifoxonaga boradigan yo'lni u ikkisidan so'radim. Yoki minhum deb aytsam, ulardan so'radim. Minha qiz boladan so'radim. Masalan, Fotimadan so'radim. Saltu minha yoki u ikkisidan saltu minhuma yoki qizlardan so'radim. Saltu minhunna. Ma saltu masalan كم الساعة مثلا كم الساعة سألت منهن nima dedim? Soat necha bo'ldi? Sa'altu minhunna. Ulardan soat necha bo'ldi deb so'radim. Ahsant, tamam. Endi shuni muxotab versiyaga o'tkazsak qanaqa bo'ladi? Sa'altu minka. Men sendan so'radim. Masalan, bolangiz urishyapsiz, orqasidan ta'kid o'laroq so'rayapsiz. Sa'altu minka. Ajib ya ibni. Ya ibni yoki ya bunayya erkalangan versiyasi bunayya bo'ladi. Demak, minka desak sendan, minkuma siznikingizdan, minkum sizlardan. Hop, masalan, sa'altu sa'altul izna deylik, hop, izn so'radim, min abi masalan, yoki mana shuni o'zgartirib minhu desam bo'ladi. Ya'ni o'sha hudan murod kim bo'ladi menda? Otam bo'ladi. Masalan, uydan chiqmoqchisiz va ona sizdan so'radi. Hal sa'altal izna min abika? Otangdan izn so'radingmi deb so'radi. Va siz ha, so'radim undan desangiz nima deysiz? Na'am. Sa'altu minhu. Tamam. Hudan murod kim bo'lyapti demak? Ota. Otam bo'lyapti, tamam. Ya'ni ha, so'radim otamdan deb ta'kidlab o'tirmayapman-da. Ha, so'radim undan deb qo'ya qolyapman. Ya'ni arablarda sizlash degan narsa yo'q, shuning uchun ular sansirash bilan gapirishadi. Baribir hurmat bo'ladi. O'zi bilamiz, boshqa tillarda sizlash bo'lmaydi. Xo'p. Endi shuni muannas versiyaga o'tkazsak, minki yoki minkuma siznikingizdan va ayollar jamoasi sizlardan bo'ladigan bo'lsa, minkunna sizlardan so'radim yoki so'rayapman yoki so'rayman. U yog'i ketaveradi. Xo'p, demak, mendan demoqchi bo'lsak, masalan, Mahmud mendan kitob so'radi desam nima deyman? Mahmud mendan kitob so'radi. Sa'altu yo'q, men so'radim bo'lib qoldi. Sa'ala Mahmud. Sa'ala Mahmud. Nimani so'radi? Sa'ala Mahmud. Mendan bo'lsa minhu minni bo'lib ketadimi? Ha, faqat o'rtaga maf'ulni qo'yish kerak-da. Fe'ldan keyin, fa'ildan keyin maf'ul kelish kerak. Aytdik, sa'ala so'radi. Kitob bo'ldi u. Siz uni nasbga o'zgartiring. O'rgatganman kelishlarni. Kitobning bo'ldi endi. Kitaba. Xo'p, ma'rifaga aylantiringlar uni. Al-kitab.
B. Xo'p, endi gapingizni to'g'rilab oling. Mashitgacha. سأل محمود الكتاب Kimdan? مني. Minni. Ahsant. Xo'p, demak mendan. Xo'p, endi keyingisida bizdan bo'ladigan bo'lsa, minna bo'ladi, tashdidli holatda keladi. Xo'p, mana shuni siz ayting Zakiya. Xo'p, ustoz bizdan kitob so'radi dengchi. Uyga vazifa so'radi deng. Uyga vazifa so'radi. Ustoz bizdan uyga vazifa so'radi. Uyga vazifa nima? Vajibul bayt. Hop. Birinchi o'rinda fe'l ayting, keyin foili, keyin maf'ul, keyin oxiri kimdanligini aytasiz. Fe'lni ayting. Kim so'radi? Ustaz. Hop. Ustaz nima qildi? Al-muallim sa'ala. Sa'ala. Hop, nimani so'radi? Al-wajibil bayt. Nasb qiling. Hop. Al-wajibil Vajibi vazifaning deyapsiz siz. Vazifani deyishingiz kerak. al-wajibal bayti. Bayti uyning vazifasini kimdan so'radi? Min Kimdan? Bizdan. Qanaqa bo'lar ekan? Qarang, jadvalda turibdi eng oxirida. Qanaqa bo'lar ekan? minna. Minna. Endi qaranglar, harflarga qo'shiladi degani faqat minga qo'shiladi degani emas. Ilayhi, ilayka, ilayya, ilayna, alayya bo'lib turib, qolgan harflarga ham qo'shilib ketaveradi. Masalan, sen bilan birga demoqchi bo'lsangiz, ma'aka deysiz. Ma'a birga degani. Yoki u bilan demoqchi bo'lsangiz nima deymiz? Bihi deymiz. Qiz bolaga nisbatan bo'lsa biha deysiz. Ya'ni bizdagi boshqa harflarga ham bular qo'shiladi. Men faqat kitobimda mana shu min bilan sizlarga misol o'laroq tushuntirib yozganman. Xo'p, demak, tadribat sizlarga vazifa bo'ladi. Tarjim hadihil kalimat. Bularni tarjimasini yozasizlar va keyingisida sarrif hadihil kalimat. Sotib qolsam bo'ladimi yoki o'zingiz tashlab berasizmi? Tashlab beraman. Agar mabodo esimdan chiqib qolsa, eslatib qo'ysanglar guruhga, chunki boshqa ishlar, boshqa darslar bilan esimdan chiqib qolish ehtimoli bor. Xo'p. Keyingi mashqda sarrif hadihil kalimat bid-damairil muttasila. Xo'p, demak, mana bu mudarrisni har bitta mana bu qo'shiladigan olmoshga 12 ta mudarrisuhuma hum qilib og'zaki topshirganinglarni endi bu yerda yozma qilib yozasizlar. Va mana bu yerda ma'a bi degan harflarni ham yozganman va sami'tu fahimtu qilib turib fe'lga qo'shilishni ham yozganman. Demak, fe'lga qo'shilishini ham, harfga qo'shilishini ham, ismga qo'shilishini ham 12 ta domir bilan to'liq qilib yozasizlar. Tushundingmi? إذن الآن سنتحدث عن الإضافة. إضافة موضوعين alohida ko'rib chiqamiz. الاسم يتكون من اسمين. الاسم الأول يكون آخره معربا. الاسم الثاني يكون مبنيا على الكسرة. الاسم الثاني يكون معرفا بال. Bu nima degani? Izofani qoidalari. Birinchi qoidasi, demak, al-ismu yatakawwanu min ismayn deyilyapti. Izofa ikki qismdan tashkil topyapti bu yerda. Birinchisi al-ismul avval. Birinchi ismni biz nima dedik? Tarkibda izofa deymiz deganmiz. Esinglardami? Izofa mavzusini o'tib berganman sizlarga.
Hop, shunda birinchi qismini, birinchi zanjirni biz izofa deganmiz va uni oxirini i'robi qotadi deganmizmi? O'zgaruvchan bo'ladi. O'zgaruvchan bo'ladi. Mana shu o'zgaruvchan degani arab tilida mu'roban deyiladi. Ya'ni oxiri o'zgaruvchan. Al-ismul avval, ya'ni birinchi ism yakunu axiruhu. Uning oxiri nima bo'lar ekan? Mu'rob bo'lar ekan, ya'ni o'zgaruvchan bo'lar ekan. Keyingisi al-ismu sani, ya'ni mana bu ikkinchi qismi tarkibda izofa, birinchisi muzof deyilgan bo'lsa, ikkinchi qismi nima dedik? Izof, muzofun ilayh dedik. Mana shu ikkinchi ism yakunu mabniyan alal kasra. Nima bo'ladi i'robi degandik ikkinchisini? O'zgarmaydigan. Nimaga qotgan bo'lardi? Qaysi i'robda bo'lardi? Kasra. Kasraga qotgan bo'lardi. Va ikkinchi ism bizda mana bu orasi ulangan bo'lishi uchun nakra bo'lish kerakmidi, ma'rifa bo'lish kerakmidi? Nima bo'lish kerak edi? Ikkinchi qismimiz alli bo'lsin degandimi? Birinchi qismda al bo'lishi mumkin emas, lekin ikkinchi qismda al bo'lishi kerak deb tushuntirgandim. Ya'ni ma'rifa holatda bo'lishi kerak. Ma'rifa bo'lish kerak. Bo'lmasa mana bu zanjirni orasi ulanmaydi bu. Agar bunda ham al bo'lmasa, bunda ham al bo'lmasa, orada atrivik bo'lib qoladi. Bu boshqa qoida bo'lib qoladi. Izofa bo'lmaydi, ya'ni bir-biriga bog'lanmaydi ular. Demak, mana bu yerda hamma qoidani yozganman. Al-ismu sani yakunu mabniyan alal kasra. Demak, ikkinchi qism kasraga mabni bo'ladi. Ya'ni qotgan bo'lishi kerak va muarraf bi al bo'lishi kerak, ya'ni ma'rifa holatda bo'lishi kerak bizda ikkinchi qismimiz. Mana bu yerda tarjimasini ham yozib qo'yganman. Mabodo arabchasiga qilsanglar. Qanaqa bo'ladi? Mana bu yerga qaraymiz. Masalan, varoqu bu nechinchi ism hisoblanadi? Birinchisi tarkibda nima deyilar ekan? Mudof. Mudof deyilar ekan. Va uni i'robi nima ekan? I'robi domma bo'lyapti va buni i'robi bizda qotgan bo'lmaydi, ya'ni mu'rob, harakatlanadigan. Xohlasak shuni kitobning varog'ini demoqchi bo'lsak, qaysi harakatga o'zgartira olamiz? Kitobning varog'i. Kitobning varog'ini. Varoqil kitabi. Yo'q, siz varoqning qilib qo'ydingiz. Varaqol. Varoqol kitabi. Varoqol kitabi, ya'ni masalan kitobning varog'ini yirtdim demoqchi bo'lsak, nasb holatda beramiz. Kitobning varog'i bilan demoqchi bo'lsam, masalan kitobning varog'i bilan nimadir qildim, nimadir yasadim desam, shunda mana bu varoqudagi dommani nimaga aylantiraman? Fathaga. Yo'q. Oldidan harfi jar kelib qolsa, bu kasraga aylanadi. Tushundingmi? Xo'p. Endi demak, birinchisini bildik. Birinchi qismni muzof derkanmiz. Izofani birinchi qismi muzof deyilar ekan. Keyingi qismi nima deyilardi? Mudof ilayh. Muzofun ilayh deyiladi, tamam. Xo'p, demak, uni i'robi nima bo'lar ekan? Va nima bo'lish kerak ekan? Uni ikkita sharti bor ekan. Qaysi? Birinchisi nimaga mabni bo'lsin ekan? Kasraga, keyin alif lam kelishi kerak. Ya'ni ma'rifa bo'lish kerak ekan. Bu ikkinchi sharti ekan bizda. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda ismni ismga qo'shilish varianti kelyapti. Lekin mana bunga o'xshab kitabuka bo'ladigan bo'lsa, bu nima desiz? Bu ham izofa deysiz. Qanaqa qilib ajratasiz? Desa, kitabun bu muzof, mana dommasi bor. Mana bu ka muzofun ilayh bo'ladi. Endi savol sizlarga, nimaga bu ka kasrali bo'lmayapti? Bizda muzofun ilayh kasraga mabni bo'lish kerak-ku desanglar,
almashlar o'zi e'robiga qotgan bo'ladi. Ularni e'robini o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni mana bu kana ki qilsak, bu muannas versiyaga o'tib qoladi. Shuning uchun domirlarni almashini biz o'zgartira olmaymiz. Bu demak, mana shu ismga almash qo'shilsa ham, bu ham izofa hisoblanadi. Izofani bir turi hisoblanadi. Tarjimada kitabu muzof, ka muzofun ilayh deysizlar. Ya'ni sening kitobing bo'lyapti. Tushundingmi? Sening kitobingni desak nima bo'ladi shu yerda? Kitabuka. Yo'q, sening kitobingni o'qidim desam, masalan. Kitabuki. Kitabu, qarang, kitabuki bu muannasga bo'lyapti. Hozir bu yerda kitabukani tarjimasi nima? Shu holatida. Kitabun plus ka. Kitobni. Kitobing. Sening kitobing bo'lyapti. Xo'p, endi sening kitobingni degan tarjima qilish uchun mana bu dommani nimaga aylantirishimiz kerak? Aga. Ha, endi sani kitobingni o'qidim desangiz nima deysiz? Mahmudga qarab. Aqra'u kitabaka. O'qiyapman emas, o'qidim desak, qara'tu. Qara'tu kitabaka. Qarang, mana bu ka qo'shilgandan keyin bizda oldiga hech qanaqangi al kerak emas. Mumkin emas, ikkalasi bir-biri bilan chiqishmaydi. Qara'tu kitabaka siz o'zi bu shunda ham aniq holatda. Ya'ni mana bu yerga ka qo'shdingiz siz. Ya'ni sening deb aniqlab beryapsiz. Bu yerda yana aniqlashga al kerak emas bizda. Sening kitobingni o'qidim dedingiz. Tushundingmi? Xo'p, demak, endi mana bu joyini o'qib qo'yamiz. Yumkinu an ya'tiya ismun ad-domir muttasil. Hozir aytgan qoidam, ya'ni ism domirga ham qo'shiladi. Masalan, kitabun plus ka yakunu idofatan aydon. Bu ham izofani bir turi hisoblanadi. Ya'ni ismga almash qo'shilsa ham, bu ham izofa hisoblanadi. Ismga ism qo'shilsa, u aniq izofa. Lekin ismga almash qo'shilsa ham, sizlar uni tarkibda izofa deb tarkib qilasizlar. Tushundingmi? Ha. Chunki e'tibor bersanglar, mana bu kitobning deganda ham qo'shimcha ning bo'lyapti, mana bu yerda ham sening bo'lyapti. Ya'ni kimning varog'i desa, nimaning varog'i? Kitobning bir-biriga bog'lanyapti. Mana bu kitob kimning kitobi desa, sening bo'lib turib bir-biriga bog'lanyapti. Ya'ni bir-biriga bog'langani uchun bu ikkisi ham izofa hisoblanadi. Tushundingmi? O'zi aslida ikkalasi ham alohida ism edi, lekin ularni biz bir-biriga qo'shib yordikda, nima hosil qildik? Bitta ism hosil qildik. Masalan, Hop. Mashinaning oynagi. Nam, o'sha qo'shimcha bilan bir-biriga bog'lanyapti. Shuning uchun bizda muzofun ilayh kasraga mabni bo'lishi shart izofada. Ikkita sharti bor dedik. Ma'rifa bo'lishi shart va kasraga mabni bo'lishi shart. Ya'ni kasrali bo'lmasa u o'zgarib ketib qoladi. Sizlarga bitta misol aytib tushuntiraman. Qaranglar. Masalan, hop. Kitabun, masalan, kitabun. Hop. Jamilun deylik. Jamilun. Nima degani? Kitob chiroyli. Kitob chiroyli. Hop, kitabun qanaqa holatda turibdi? Jamil qanaqa holatda turibdi? Nakra va ma'rifa bo'yicha. Yo'q, nakra va ma'rifa bo'yicha. Nimada turibdi ikkalasi? Xolisxon nimada turibdi? Kitabun jamilun. Nakrami, ma'rifami bular? Nakra. Xo'p, birinchi qism ham nakrada turibdi. Ikkinchi qismchi? Ikkinchi qism ham nakrada. Ikkinchi qism ham nakra plus nakra bo'ldi. Nakra plus nakra bo'ldi. Demak, buni hosil bo'lyapti bizda qanday kitob desak, chiroyli kitob bo'lib, sifat mavsuf bo'lib qolyapti. Ya'ni bir-biri bilan moslashib, chiroyli bu kitobning sifatiga aylanib qolyapti. Endi buni o'zgartirsam, al kitabu
Al-kitabul jamilu desam, endi qanaqa holatga o'tdi ikkalasi? Ma'rifaga. Ikkalasi ham ma'rifa. Ma'rifa plus ma'rifa Ma'rifa. bo'ldi. Ma'rifa. Boshqa holatga o'tib qoldimi? Baribir bu ham mavsuf sifat bo'ldi, to'g'rimi? Qanday kitob desiz? Chiroyli kitob. Faqat mana bu holatda nakra plus nakra bo'ldi. Bunisida nima bo'ldi? Ma'rifa plus ma'rifa. Ma'rifa plus ma'rifa bo'ldi. Ya'ni biz hozir izofamizda nima bo'lyapti? Birinchi qism nima bo'lyapti? Nakra bo'lyapti. Ikkinchi Nakra. qismchi Ma'rifa. ma'rifa bo'lyapti. Nakra plus ma'rifa bo'lyapti. Agar sizlar mana bu ma'rifani ham nakraga aylantirib qo'ysanglar, nimaga aylanib qolar ekan? Sifat mavsul. Ha, yoki mana bu birinchi qism nakrani ma'rifa qilib qo'ysanglar ham mana bunga aylanib qoladi. E'robiga e'tibor bermasanglar, bu boshqa holatga o'tib ketib qoladi. Izofadan. Tushundikmi? Ha. Demak, izofada bizda birinchi qism nakra, ikkinchi qism ma'rifa bo'lyapti va keyingi asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qoida muzofun ilayhni kasraga qotgan bo'lishi. Usiz iloji yo'q. Usiz bir-biriga bog'lanmaydi. Usiz u qoida izofa ham deyilmaydi. Xo'p. Aqsamul fi'lda to'xtaymiz. Shu yergacha savolinglar bormi? Uyga vazifani to'liq yuboringlar. Xolisxon, siz ham, xo'p. Uyga vazifalarni o'zingiz tashlaysizmi? Ha, bo'ldi, men hozir Tashlab esimdan qo'ying. chiqmasdan tashlab qo'yaman. Hozir bu yerda faqat mana bu zomirdan vazifalar bor kitobda. Izofadan bu yerda yo'q. Lekin men o'tgan dars bergandim sizlarga. 10ta kamida 10ta izofadan gap tuzinglar degandim. U kelmadi, men ko'rmadim. Zakiyaxon yuborgan bo'lsangiz, men endi ko'rib qo'yaman. Xolisxon, siz ham yuborib qo'yasiz. Keyingi darsimiz fe'llar mavzusini boshlaymiz. Bismillahi taala, inshaalloh. Xo'p, payshanba ertaga o'zini o'rnida manhaj darsimizni o'tamiz. Ma'assalama fi amanillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ila liqo. Ila liqo.